Hali ham testlarni qo'lda tuzyapsizmi? Bitta test yaratishga qancha vaqt ketadi? 1 soatmi? Yo 2 soatmi? Agar sizga 3 xil variant kerak bo'lsa-chi? Eski Word fayllar, o'tgan yildan qolgan PDFlar, ko'chirish, tahrirlash, formatlash, axir 2026-yil. Nega hali ham qo'lda ishlash kerak? Test One'da bularning barchasini bajaradigan kuchli AI mavjud. Siz tanlaydigan narsa, istalgan fan, istalgan kategoriya, istalgan qiyinlik darajasi va bir necha soniyada professional tarzda shakllantirilgan testga ega bo'lasiz. Oddiy savollar to'plami emas, balki o'quvchilaringiz darajasiga mos, mantiqan tuzilgan va muvozanatli test. Ammo bu hali hammasi emas. AI yangi savollar generatsiya qiladi. Ularni kerakli qiyinlikka moslashtiradi. Bir nechta variant yaratadi va testni darhol o'tkazishga tayyorlab beradi. Agar sizda eski testlar bo'lsa-chi, PDF yoki Word faylni yuklaysiz, tizim avtomatik skaner qiladi va bazaga joylaydi. Test One bu shunchaki test platformasi emas, bu o'qituvchi uchun AI yordamchi. Haftasiga kamida 5 soat ishlashni xohlaysizmi? Izohlarda AI deb yozing.